Mana qizlarjonlar, bizga yana boshqacha variantda mana shunaqangi eshik pardalarimizdan kelgan. Bu ham xuddi magnitli bo'ladi. Mana qizlar, mana buni ochganingizda, kirganingizda tashqaridan yopilib qoladi. Mana bemalol kirasiz va shunda qilganingizda orqangizdan tiqillab yopilib qoladi. Mana ko'ringlar. Hozir endi tepaga ilinmagani uchun yopilishi ozgina qiyin bo'lyapti. Sizlar tekis qilib osasizlar-ku uylaringga. O'shanda bemalol yopiladi. Bularni rasvetkasiga keladigan bo'lsak, razmerlariga ham bordovoy qizilida kelgan, anaqangi kulrang rangida kelgan va jigarrang rangida kelgan. Xo'sh, razmerlarga keladigan bo'lsak, 1.20 ga 2.10 bo'ladi. Buni ichida bo'lsa, o'zini mana bunaqangi pistonchasi chiqadi. Agar eshiklaring akfa bo'ladigan bo'lsa, buni sizlar bitta haligi ag'ibag'i skochimiz bo'ladi. O'sha skochdan olib yopishtirib, qotirib qo'ysalar ham bo'ladi. Mana bunaqangi ag'ibag'li skochlarimiz bor. Bu skochlarimiz 10 mingdan qizlar. Optimga 8 mingdan kelib bemalol olsalar ham bo'ladi. Narxlari bo'lsa, Optimga 17,5 mingdan, donaga 23 mingdan keldi qizlar. Kelib bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi.